Assalamualaikum hurmatli mekendeshler jana bizni kanalning kattaluvchilari. Bugun 21-noyabr 2022-yil Oqatchilik bozorida bolalar bildiramiz. O'sha yerdan boshlaymiz. Ya o'sha yerdan bosh qancha ekan? Qancha dedingiz? 150. 300 ming. Chashi qanday ekan? 4'den 5'e çıkıyor. 5'e chiqma, 300 ming. Qancha ekan bular? Egasi yok. Egasi yo'q. Şunun bahsi qancha ekan? 350. Chashi 4 yaş. Surashdi? Surashdi. Qayoq jilqisi bular? Qayoqdan keyin? Rossiyadan. Rossiyadan keyin 350 ming. Süpürümler köp düştür öyle süpürümler. Ya bunun bahsi qancha ekan? 500. 500. Parodascha? Parodasını 500 ming. Devoriga qadab qo'yasiz deyman, ama mol tortib oladi. Sizniki qancha ekan? Ava. Qancha ekan bahsi? 300. 300. Chashchi? Yaşlı 4 yaşar. 4 yashar. 300 ming so'm. Qancha ekan bahsi? 350. Chashchi? 2 yash. Mana. Qayoqni jilqisi? Rossiyadan kelgan. 350 ming. Bozor suradi, suradi bozor. Surashdi. Qancha bersa? 250 ming so'm. Eshitishdi. O gerek mi? Ha? Abetten ki. Abetten. Qancha ekan bular? Qancha ekan bahsi? 300 ming. Chashchi? Ikasi. Qayoqdan ota? Boshdan. Qarasondan ota. Surashdi? Hozir keldik. Bahsi qancha ekan bunun? 250. 250. Chashchi? 6 yaşa kadar. 2 yaş bo'ldi shunda. 2 yaşa. 2 yashar. 250. Surashdi? 2 yashgan. Bahsi qancha ekan attın? 500 ming. 500 ming so'm. Vaqtim bahsi qancha ekan aka? 350. 350. Qanday paroda? Bilmem, marulaş oldu. 350 ming. Chashi qanday? Chashi. 9 yash.
Kattın balsı qancha ekan? 200. Surashdi u. Qancha bersa? 200. Yashi qanday? 2 yash. Nima ekan? Qancha ekan attın balsı? 300 bin. Yashi? 4 yash. 300 bin so'm. Kattın balsı qancha ekan? Balsı qancha ekan? 200. Yashi? 8 yash. Surashdi u. Evet. O attın balsı qancha ekan? Balsı qancha ekan? 250. Yashi? 4 yash. Surashdi u. Surashdi u. Ağattın balsı qancha ekan? 120 ming. Qayoqni ota? No'qatli. Suradi u. Surashdi u. 120 ming. Sizniki qancha ekan aka? 80. Qayoqni ota? Shidillat ekan. Yashi qanday buni? Ah. Ikasi. 80 ming so'm. Aka qancha deb o'tasiz buni? 80. Yashi qanday? Yashi. Surashdi u. Qancha berishdi? Arqil. Aka bu attın balsı qancha ekan? 250 ming. Qarodasi qanday bunun? Anchak. Quloqlaridan ko'rinib turadi qancha ekani. Endi bo'yi qancha chiqadi? 160 chiqsa kerak. Yashi qanday o'qiladi buni? 6 yash. Quloq ko'rganmi? Quloq bor. Nomer qoldiraylik aka. Sotuvga ketadi.